Barakalla. Biz qanday yashaymiz? Qanday qulimiz? Qanday hayot suramiz? Qanday dars kechiramiz? Barakalla, ofarin. Barakalla, mana aziz o'quvchilarim, bizning maktabimizda sizga bo'lgan e'tibor juda katta. Buni siz yaxshi bilasiz. Ingliz, rus tilida o'quvchilarimiz bemalol gaplasha oladi. Farzona qizimiz darsga bo'lgan qiziqishini rus tilida aytib beradi. Marhamat, Farzona qizimiz turadi. Меня зовут Фарзона, я люблю рисовать. Barakalla. Qurmonov Alisher ingliz tilida o'zi fanga bo'lgan qiziqishini aytadi. Hello, my name is Alisher. I'm 8 years old. I love art lesson. Barakalla, ofarin. Izoza qizimiz fanga bo'lgan qiziqishini o'zbek tilida aytadi. Mening yoshim 8da. Ismim Izoza. Men hayvonlarning rasmini chizishni yaxshi ko'raman. Barakalla, ofarin. Aziz o'quvchilarim, bugungi mavzumiz erkin mavzu. Erkin mavzuga siz xohlagan narsangizni chizasiz. Xohlang hayvonni, xohlang mevalarni, xohlang kuz faslini tasvirlaysiz. Eng chiroyli rasm chizgan 3 ta o'quvchiga sovg'a beraman. Darsimiz boshlandi. Chizishni boshladik. Darsimiz boshida sizga aytuvdim, 3 ta o'rinni aniqlaymiz deb. Eng chiroyli chizgan 3 ta o'rinni aniqlaymiz dedim. Hozir mana shu o'rinni aniqlab olamiz. G'oliblarimizni aniqlab oldik. Birinchi o'ringa Nazar va Bahora taqdirlaymiz. Barakalla. Ikkinchi o'rinimizga Yusuf va Zulayho. Uchinchi o'rinimizga Xudoynazar va Zulfina. Qolgan o'quvchilarimiz rasmlari sun'iy intellekt yordamida videorolikka aylanadi. Darsimiz yanada qiziqarli bo'lishi uchun.
o'qiyab kelasiz.